Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan STEM ta'limi asoslari fanining ikkinchi mavzusi, STEM ta'limining 10 ta afzalligi va xorijiy tajribalar mavzusini o'tamiz. Keling, avvalambor biz birinchi va ikkinchi darsning o'rtasida ko'prik yasab olishimiz kerak. Ya'ni biz o'tilgan mavzu bo'yicha qisqacha savol-javob o'tkazib olamiz. Biz o'tilgan darsda STEM ta'limining maqsad va vazifalari mavzusini o'tgan edik. Keling, avvalambor STEM nima? STEM tushunchasiga to'xtalib o'tamiz. STEM fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika fanlarining uyg'unligi hisoblanadi. Yana ham aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, mana shu fanlarning bosh harflaridan tuzilgan birikmaga STEM deb ataladi. STEMning maqsadiga to'xtalib o'tamiz. STEMning maqsadi nima? Talabalarimizda, o'quvchilarimizda tanqidiy fikrlash, texnik muammolarni yechish, konstruksiyalash, loyihalash, modellashtirish va matematik savodxonlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy yondashuv hisoblanadi. Yana bir tushunchani to'xtalib o'tishimiz mumkin. STEMning 5 ta ustuni. Demak, har bitta harf, ya'ni har bitta o'sha so'z nimaga xizmat qiladi? S, ya'ni fan. Bu fanlarni o'rganuvchi, ya'ni tabiat va inson o'rtasidagi bog'liq harakatlar. Va ikkinchisi texnologiya. Texnik asboblarga bo'lgan to'liq tushuncha va ulardan unumli va samarali foydalanish texnologiyasini murakkablashtirish. Keyingisi ya'ni muhandislik. O'quvchilarimizda, talabalarimizda loyihalar va modellashtirish, konstruksiyalash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Art, ya'ni bolalarimizda ijodkorlik, kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilsa, M esa matematika, bolalarda mantiq va tanqidiy fikrlash va albatta matematik savodxonlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Endi keling, biz mana STEM ta'limi va uning maqsad vazifalari haqida mustahkamlab oldik. Bu o'tilgan mavzumiz edi. Bugungi mavzumiz STEM ta'limining 10 ta afzalligi va xorijiy tajribalar deb nomlanadi. Keling, avvalambor biz uni rejasi bilan tanishib o'tamiz. Birinchi rejamiz STEM ta'limining 10 ta afzallik tomoni. Ikkinchi rejamiz boshlang'ich ta'limda STEM ta'limi va xorijiy tajribalar deb nomlanadi. Bu mavzuni yanada mukammalroq o'rganishimiz uchun men sizlarga quyidagi adabiyotlarni taklif qilmoqchiman. Tursuntosh Tolipovani STEM loyihalar va ular ustida ishlash o'quv uslubiy qo'llanmasi hamda G'afurovani maktabgacha ta'limda STEM texnologiyasi o'quv qo'llanmalarini sizga tavsiya etaman. Endi keling, biz birinchi reja bo'yicha ma'lumotlarga to'xtalib o'tamiz. STEMning 10 ta afzallik tomoni. Birinchi afzallik tomoni albatta fanlar aro integratsiya deb nomlanadi. Ya'ni STEM fanlar emas, balki mavzular bo'yicha mantiqan bog'lanadi. Aytaylik, o'sha muhandislik fanini san'atga bog'lash, san'at fanini matematikaga bog'lash, bu fanlar o'rtasidagi integratsiya tushuniladi. Ikkinchi afzalligi real hayotda qo'llash. Talabalarimizni nazariy, ilmiy olgan bilimlarini hayotda qo'llay olish ko'nikmalari. Asosan, demak, qo'l va aql harakati birligi ketadi. Mana shu yerda bir narsani ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Aynan mana shu STEM ta'limi birinchi bor qayerda qo'llangan? Albatta, birinchi bor Amerikaning Massachusetts texnologiya institutida birinchi bor aql va qo'l birligi harakatida foydalanilgan. Bir narsani biz to'g'ri ta'kidlab o'tishimiz kerak. STEM fan asosida emas, balki to'garak asosida birinchi qo'llanilib boshlangan. Xo'sh, endi biz 3-afzallik tomoniga to'xtalib o'tamiz. 3-afzallik tomoni tanqidiy tafakkur. Demak, o'quvchilarda muammolarni yechish bo'yicha ko'nikmalarining hosil bo'lishi va rivojlanishi. Keyingisi o'z kuchiga ishonish. Albatta, loyihalar ustida ishlaganda, qurish, yasash faoliyatlarda ishlaganda bolalar buzadi, qaytadan tuzadi va yana qaytadan urinishlar, harakatlar qilib ko'radi. Va borgan sari o'ziga bo'lgan ishonchi, o'z kuchiga bo'lgan ishonchi ortib boraveradi. Va albatta men buni bajara olaman va men buni qila olaman degan ko'nikmaga ega bo'ladi.
Keyingisi jamoada ishlash afzalligiga to'xtalib o'tamiz. Mana shu yerda men sizlarga 4K modelini haqida ma'lumot bermoqchiman. Demak, jamoada ishlash 4K modeli juda ham asosli xizmat qiladi. Ya'ni jamoada ishlashda bolalarda hayotiy ko'nikmalardan tashqari muloqot ko'nikmalari, bir-birini tushunish, bir-birini qo'llab-quvvatlash va albatta bajargan loyihalari yoki o'sha robototexnika bo'yicha olib borgan faoliyati o'rtasidagi muhokamalar ularni aynan o'sha muammoga bo'lgan yechimini yanada oshirishga xizmat qiladi. Va keyingi afzalligiga to'xtalamiz, ya'ni texnik fanlarga qiziqish. Biz bilamizki, 21-asr raqamli texnologiya davri desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz aynan STEM fani orqali bolalarimizda mana shu texnik fanlarga bo'lgan qiziqishlarini oshirib borishimizga ham xizmat qiladi. Keyingisi kreativ yondashuv. Albatta har bir loyihada ishlar ekan talabalarimiz ijodkorlik va kreativlik bilan yondashsa g'oyalar xilma-xilligi va o'sha muammolarning yechimining topilishi har xil yo'llar bilan idrok qilinib boriladi. Va keyingisi ta'lim va karyera o'rtasidagi ko'prik. Biz bilamizki, keyingi yillarda aynan muhandislik va IT sohalariga bo'lgan ehtiyoj kundan kunga ortib bormoqda. Aynan STEM ta'limi mana shu o'quvchilarimizni to'g'ri kasbga yo'naltirish va ularni o'sha muhandislikka yoki IT sohalariga bo'lgan qiziqishini oshirishga ham xizmat qiladi. Va eng oxirgisi 10-afzalligi STEM albatta ta'lim asosi, ya'ni qo'shimcha ta'lim asosi bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni ko'proq fan sifatida emas, mana biz ham hozir oliy ta'limda STEM ta'limini tanlov fan asosida o'rganib boryapmiz. O'rta maktablarda, maktabgacha ta'limda, umuman boshqa ta'lim muassasalarida to'garak misolida yoki qo'shimcha ta'lim asosida STEM ta'limi xizmat qiladi. STEM ta'limining oltin qoidasi mavjud. Albatta o'qituvchi bu yerda javob beruvchi vazifasini emas, balki yo'l ko'rsatuvchi vazifasini bajaradi. Hurmatli talabalar, endi ikkinchi rejamizga o'tamiz. Ikkinchi rejamizda boshlang'ich ta'limda xorijiy tajribalar deb nomlanadi. Keling biz hozir bir necha davlatlarda STEM ta'limini qanday tartibda o'rgatilishi va ularda qanday tartibda olib borilishi haqida qisqacha ma'lumotlarga to'xtalib o'tamiz. Masalan, biz Singapur ta'limini ko'radigan bo'lsak, STEM ta'limi muammoga yo'naltirilgan ta'lim asosida o'qitilib boriladi. Ya'ni ALP dasturi orqali bolalarda aytaylik o'sha o'simliklarni uzluksiz sug'orib borish muammosiga o'rganadigan bo'lsa, biologiya, fizika, matematika integratsiyasi birga olib boriladi va muammoga yo'naltirib o'rganiladi. Finlandiya davlatini oladigan bo'lsak, Finlandiya davlatida fenomenga yo'naltirilgan ta'lim asosida STEM ta'limi o'qitilib boriladi. Masalan, fenomenga yo'naltirilgan ta'limda aytaylik o'sha termometrni yasash faoliyatini olib boradigan bo'lsak, o'sha termometrni yasash muhandislikka, grafik chizish matematikaga, aytaylik rasm chizish art, ya'ni san'atga yo'naltirib boriladi. Keyingi navbatdagi davlatimiz AQSh davlatida ko'rib chiqamiz, hurmatli talabalar. AQSh davlatida asosan yaratuvchilar ta'limi asosida STEM ta'limi olib boriladi. Aytaylik, bunda nimani misol qilib olishimiz mumkin? Ko'proq o'sha legolardan, karton qog'ozlardan modellashtirish, konstruksiyalash va ulardan robototexnika yordamida ham foydalanib qurish, yasash ishlarini olib borish, asosiy qilib aytganda laboratoriya ishlari qurish, yasash va yaratuvchilikka asoslangan bo'ladi. Albatta bularning ta'limida bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bitta o'sha qurish, yasash jarayonida aytaylik Lego quryaptimi yoki har xil kartonlardan, qog'ozlardan yoki o'sha modellashtirish orqali robototexnika robotlar yasayaptimi, bir narsani asosi ularda xato qilish bitta muvaffaqiyat sanaladi. Hurmatli talabalar, bugungi mavzu yuzasidan beriladigan ma'lumotlarimiz yuqoridagilardan iborat edi. Kelgusi darsda Frebelning didaktik tizimini o'rganamiz. Bu haqida men sizlarga adabiyotlarni tavsiya etaman. Kelgusi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.